Hammaga bugungi obzor qiladigan joyimiz bu Dresko do'koni bo'ladi. Juda ham Instagramlar, YouTube'larni portlatayotgan Dresko do'koniga albatta tashrif buyurdik biza. Mana birinchi bo'lib boshlaganimiz mana bunaqa narsalar. Juda ham yaxshi ekan. 99 ming so'm, 99 ming ekan. Mana har xil ranglardan bor. Mamlakatlari ham bor. Jigarrang, qora, oq, hamma rangidan bor. Hozir sizga narxini aytaman. 249 ming so'm. Endi bular arzonroq ekan. 219 ming so'm. Juda ham zo'r ekan. Keling. Keyingi narsalarimiz bu penta zo'r bo'lyapti mamlakatlarimiz. Mana shularimiz bor ekan. Olov rangi ham juda chiroyli chiqqan. Juda ham ajoyib ekan. Bular narxi 269 ming so'm. 9900 so'm ekan atiga. Keling. Mamlakatlarigacha bor. Bu tarafda ham bor. Mana bularning narxi 269 so'm ekan bu ham. Bular ham. Endi qishki sezonga ham o'tsak bo'ladi. Kurtkalarga o'tamiz. Boshidan mana yubqalari mana zo'r. Anaqa materiallar zo'r ekan. Bular 349 so'm ekan. Mana shuncha bor. Keyin mamutdan boshlanyapti. Qalin-qalinlar. Qalin bambukli. Bambuk emas. 379 so'm ekan mana shu kurtkamiz. Bular ham xuddi shunday. Yo'q, bular qimmat ekan. 449 ming so'mdan ekan bular. Mana bunaqalar kimga kerak bular? Mamutlar qop-qora. Mamurlari nima desam bo'ladi? Yumshoq sillar. Bular narxini yozmabdi, lekin ichi zo'r ekan. 2000 ga yoqdi mana. Meh. Zo'r ekan. Mamutlar ham bor ekan. Bularning narxini hozircha hammasini aytib chiqamayman. Mamutlar juda ham chiroyli chiqqan mana. Bularga bitta e'tibor berasizlar. Umuman yoqalari cho'zilmasa kerak bularni. Bularning narxini mamutga yozib qo'ygan bo'ladi. 249 so'm ekan. Mana Xitoy deb ham yozib qo'ygan mana. Xitoy mana. Ko'rasizlarmi? Mana bunaqalari. Voy, mamutga bitta bahoda nechi? Eski do'konimiz katta desanglar, Chilonzor metroning oldidagi mana Interbor Adamarida tepasida Dresko